iyul oyida chiqadigan yangi Koreya dramalari. Umuman olganda bu oy romantika kamroq, ko'proq maslahat triller va jangari dramalar juda ham ko'p. 13-iyuldan Hwan In-yob va Heri ishtirokidagi taxminiy nomi Sen haqingda orzu qilaman deb nomlanayotgan drama chiqishni boshlaydi. 17-iyuldan esa aktyor Nam Ju-hyok ishtirokida yangi drama chiqadi. Kстати, bu aktyor meni favoritlarimdan biri va qachondan beri undan yangi proyektlar ko'rmayotgan edim. Bilmaganlar uchun 25-21 dramasidagi aktyor. Xullas, undan tarixiy drama. Taxminiy nomi esa Sharqiy saroy. 18-iyuldan esa arvohlar haqida dramalarni yoqtiruvchilar uchun taxminiy nomi esa qo'rqinchli roman bo'lgan drama premyera qilinadi. 22-iyulda esa Qotillar do'koni, siz kutgan Qotillar do'konining 2-mavsumi shaxsan Lido bilan chiqishni boshlaydi. 31-iyuldan esa noodatiy qotillar haqida bo'lgan drama chiqishni boshlaydi. Nima uchun noodatiy dedim? Chunki kunduzi kuni oddiy uy bekasi ona, bir nechta bolalarning kechqurun esa shafqatsiz qotil. Romantikani tupurib qo'yganlar uchun qishsiz bu dramalardan qaysi birini ko'rishni rejalashtiryapsiz? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shaxsan men hammasini ko'rishni rejalashtiryapman. Aynan ko'rmoqchi bo'lgan dramalarim bilan sizlarga bo'lishdim. Hozircha shu yerda. Agar sizga K-pop dramalar yoqsa, menga obuna bo'lishni unutmang. Amaganyo.